Xo'p, mavzu davom etamiz. Insonlar ikki turga bo'linadi: ekstravertlar va introvertlar deb. Ya'ni ekstravert degan insonlarimiz bu ochiq yorqin, muomalaga tez kirishadigan, sho'x insonlarni ekstravert deydi. Introvert degan takoy, kam gap, borib gapirmasangiz gapirmaydi o'zligidan, jimlik yaxshi ko'radi, yolg'iz yursa ham yuraveradigan, ya'ni yopiq insonlar deyiladi. Endi ma'lumot o'rnida aytib o'tadigan bo'lsam, men o'zim asli tabiatim introvert. Ya'ni men ishim lekin ekstravertlik talab qiladi. Jimlikni, bitta o'zim qolib kitob o'qisam yoki prosta nimadir ko'rib yoki shunchaki mashinaga o'tirib uzoq yo'lga bitta o'zim chiqishni yaxshi ko'raman. Lekin ishim mendan ekstravertlik talab qilgani uchun ish paytimda, ishimga aloqador joylarda yoki ish bo'yicha yurgan paytlarimda mendan ekstravert odam yo'q. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Siz ekstravert bo'lasizmi, introvert bo'lasizmi, farqi yo'q. Sotuv ko'nikmasini o'rgana olsangiz, ekstravertda ham, introvert insonda ham bir xil imkoniyat.